Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İslam ve Biz programımızın 61. saniylik görüşmelerine kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalğun. Kadirli görürmenlerimiz, programımız başlayan günden ta bugün günke her temamızda asas kılıp bir temin tutkan asasta kedevatımız her bir Müslümanın nahayet roşan, eniq düşünüşü gerek boğan temalarda söhbet elip verip kedevatımız. Bugün mü? Yani şu noktadan tünügün e'lanımızı bergendek huzuruna da oturuptuk. Aldı bilen programımızdan daimlik mehmeni hemen tanışıp boğan hürmetlik Ustad Şarkı Türkistan Ölüm Ağla Birliki azası şundakla Dünya Müslüman Alına Birliki azası Abdurrahman Cemal Ustad'ın ziyaretimizi kabul kılalı için köptün köp rahmet etimiz. Rahmet size. Rahmet. Allah razı olsun. Kadirli görürmelerimiz programımız naq meydanında takip ediyordu. Ekran alda çıkıp duruyatkan numaralar arkalık programımızga alakadar arkadan fikir teklip suallarına bolsa yolda sağlar oldu. Şundakla programımızın köpligen kıyındaşlarımızın paydalanışı için hem beherlep koyuşuna hem unutulmayızlar. İlanımızın belgendek bugünkü temamiz siyaset bilen şugullanğıçılarga alakadar tema. Şularning bilişqi tegishlik meselelerini inşallah paranlaşımız. Elbette biz meyli siyasi rehberlerimiz olsun, halkımız olsun, biz ta bugün 61. sana kelgen bolsak, her sanda xilma-xil meyli başqurğuçular olsun yoki başqurulğuçu xalqlar olsun, alimlerimiz olsun, normal her bir şahıs Müslüman olsun, cemiyette qandaq o'rin tutishmoq kerak, qandaq o'zining haq-huquqlarini bilish kerak. Bularni atrofli holatda tushuntirib ketyapmiz. Bu elbette birinci bulup şu milletning ichidagi milletni boshqarayotgan, milletga rahbarlik qilman deyotgan, milletga yo'lboshchi bo'lman deyotgan har qaysi dunyoning har qaysi joylaridagi har bir musulmon o'zida hozirlashga tegishlik bo'lgan masalalar so'zlandi albatta buning ichida. Bu ularga nisbatan birinci bir talab ulardan kütüldüğün, ulardan talep kılındığı birinci talep olsa bu bugünkü temimiz mi? Onun ergekişi boğan her bir halk mı çokum özü ergekişi vatkan, özden bunun kendi mansam buldikken dep qaravatkan bir aldediki men özünü men rehber yoki men lider dep çıkıvağanlar qarab turib qarıgulaçı halatda bilmem yani palan pustan cemiyetinin yoki onun bununki başlığı o bu degan ismiga ergishiblar ham shunday boshliqkan deb mengish emas, qarig'ularcha xuddi podidek mengish emas, balki har bir musulmondan u bir boshqaruvchi salohiyatida, boshqaruvchi o'rinda bo'lmasimi, chuqur qanday qilish kerak bir musulmon bo'lish sifati bilan o'zi ergashmoqchi bo'lgan yoki men shunga endi mangay deyotgan kishida qanday sifatlar bor. Islom talab qilgan qaysi sifat bor, tushundu, uningda bir liderlik sifati, yo'l boshlovchilik sifati bormi degan narsani bu derslerimizde, mana şu derslerimizde bunun qarab turib ha deb oldimizdagi kishilarga yo'l boshlovchi kishilarga ham bunday qilishimiz ham shu bizga yo'l boshlayman deyotgan rahbar bo'lman deyotganlardan talab qilishga tegishlik bo'lgan prinsiplarni o'rganamiz shunday narsalar orqali. Shundala biz qarig'ularcha har xil eziqtirishlarga, har xil yo'qilan yo'llarga kirib ketishdan saqlanib qolamiz. Rabbim inshaalloh hammamizni mayli boshqarish o'rnida rahbarlik qilayotganlar bo'lsin yoki uningga ergashuvchi normal xalqlar bo'lsin, chuqur basirat bilan hammani oldi-keyinni ko'rib turib, to'g'ri bo'lgan kishilarga ergashib menishga, ularni kuchlantirishga, xato va yoki shu mansab o'rindiq parastlarning keyindan menib ketishdan Rabbim har birimizni saqlab qolsin deymiz. Ondan sonra programımızda başlayıp göstermek hürmetli ustaz. Aldı bilen biz bu temaga alakadar şu siyasetin prensipleri ve kaidelerini bir rehberinin ki siyasetle şugullanğıçılarının bilişi lazım dedi kullanırsa şu birinci olan bilişki tegişlik olan bu meseleden başlayıp gelgen bolsak qanday rahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına Peygamberimizge dua salamlar olsun. Siyasi hareket bilen şug'ullanadigan qarindoshlarning dinimizning prinsiplaridan va maqsadlaridan voz kechmagan asosda dunyoning siyosatini tushunishi mumkin. Dunyo siyosatining
Nədir bolsun, dinimizin prinsipləri və məqsədlərinə zid gəlməydiğən fayda vasitələrdən yoki çare tədbirlərdən faydalanış bu mühim. Şunun bilan birlikdə başqa millatlarninki vasitə çarelərdən faydalanayotgan vaqtida vasitə tanlamay ish harakat qilib qolishdan saqlanish lozim. Chunki vasitənin hammani qabul qilgan olmaydi. Bu vaqt ilgari to'xtaldik, yana tafsili to'xtalamiz. Şunun bilan birlikdə siyasi sahada xizmat qilayotgan har bir qarindosh siyaset bilan da'vat va kurash prinsipini moslashtirish bu muhim. Nima uchun bu masalani o'tirib qo'ydik desa, siyosiy sahada bo'lganlik uchun uni siyosatchi dedi. Ammo musulmon bo'lish e'tibori bilan qaysi sahada ish harakat qilsa u bir da'vatchi. Da'vatchilik ruhini, rolini unutib qolmaslik kerak. Hem şundaqlam siyasetning bir cihat ekanligini yoki kurash ekanligini buni unutib qolmaslik kerak. Uch qomni tang qilib oradagi jidal majra, tayin yo'q quruq gap so'zlar, bir-birisining orqasidagi qilinayotgan gaplarning hammasi tugab, bu masala da'vat deb qaralgan vaqtida, jihad deb qaralgan vaqtida, kurash deb qaralgan vaqtida, siyosiy harakat deb qaralgan vaqtida olib qarab man. Shuning bilan birlikda siyosiy faoliyat qilayotgan yoki siyosiy harakat bilan shug'ullanayotgan qarindoshlar siyosiy masalalardagi o'zgarmaydigan nuqtalar bilan o'zgarishchan masalalarni ayirib qolish bu intayin. Bu bizningki siyosiy harakatimizda uzundan beri hal bo'lmay kelayotgan yoki buning alohida ahamiyat berilmayotgan masalalardan birisi. Belki ba'zi qarindoshlar deyish mumkin, siyoset degan o'zgarib turdi, tunugun siyoset degan yo'q, degan siyoset tushdanki yo'q deyish mumkin. To'g'ri. Bugungi dunyoning siyosiy ashlar o'zgaryapti. Ammo har qanday bir siyosatda bir anoramka bo'ladi. Har qanday bir siyosatda muqim bir qoida bo'ladi. Muqim bir asos bo'ladi. Biz bu asos yo'qitib qo'ysa, xaritani yo'qitib qo'yamiz, kompasni yo'qitib qo'yamiz deganlik. Shunga bu yerda bu o'zgarishchan masalalarning doirasi shuncha keng bo'lsa-mu, ammo o'zgarmaydigan, muqim tutmaydigan bir xarita va asosiy prinsip va bu noktada mustahkam turishga to'g'ri keldi. Enin kaynida bu harakat bo'ldi, bu bir ideologiyaga aylandi, bu atrofiga odamlarni jamlayoladi. Dinimizda dalil paket orqali isbotlangan siyosiy qimmat qarashlarni yoki siyosiy prinsiplarni hisobga olmagan vaqtida siyasi hareketler yoki siyasi faaliyetlerin mutlak ko'p qismi tushunchalardan, nazariyalardan ve tecrübelerden ibaret. Dinimizde dalil paket orqali isbotlanmagan yoki dinimizde dalil paket orqali isbotlangan siyasi prinsiplarni hisobga olmagan vaqtimizda buning doirasini az ilgirma to'xtaldik, yana to'xtalishimiz mumkin. Bu siyasi hareketki o'tirib qo'yilayotgan ko'z qarashlar, tushunchalar, nazariyalar bu ijtihodiy masaladan iborat, tajribadan iborat. Ya'ni buni taraqqiy qildirishga bo'ladi, ya'ni buning formulasini o'zgartirishga bo'ladi, ya'ni buni zamonga qarta, davr qarta buni izlanishga, tadqiq qilishga bo'ladi. Shunga siyosat maydoniga kirmoqchi bo'lgan qarindoshlar yoki kirgan qarindoshlar bo'lsa, bu dinimizde dalil paket bilen ispatlangan siyasi qimmat qarashlarni bilishi. Bunun sani az. Hemen çıkıp gelsek 30 etrafı tügeyin. Bunu bilishi. Ve siyasi karar algan vaxtida dinimizin ko'rsatmalariga zid qararni apsanmaslıkı ve siyasi hareketlerde xiyali paydını emas, belki hakiki paydını közlep hareket qilishi bu siyasi yollarning yoki siyasi hareket qadam qo'yuvchilarniki mecburiyet. Nima uchun bu yerda haqiqiy manfaatni ko'zlash muhim deb qaradiq desa, chunki bu yerda manfaat ya haqiqiy manfaat bo'ladi, yoki vaqtlik manfaat bo'ladi, yoki xiyoliy manfaat bo'ladi. Agar haqiqiy manfaat bo'lgan bo'lsa, buni qo'ldan qochirishga, buni qo'ldan berishga bo'lmaydi. Chunki olimlarimizningki o'tirib qo'ygan qoidalarda qayerda foyda manfaat bo'lsa, shu yerda Allohning shariati bor edi. Bu siyosiy falsafada, siyosiy nazariyada muhim ahamiyatga ega bir tema. Qayerda foyda manfaat bo'lsa, ya'ni haqiqiy manfaat bo'lsa, ya'ni bu yerda haqiqiy manfaatdan maqsad biz intilayotgan erkinlik foyda va
Adaletki payda var, baraberlik payda var, insani hukuk payda var, kimlik payda var, vatan, milletni qutquzucu payda var deydi. Asaslık mesele. Muşның qaysı birisiga payda ekildigan bo'lib qolsa, bu yerda Allohning shariati bor. Ya'ni shariat buni qo'llaydi, shariat buni tashabbus qiladi. Shundan bu yerda aslidagi masala mubahdir deydigan bir qoida bor. Ya'ni har qanday bir masalada asl qoida cheklanmaydi. Asl qoida yo'l ochiq. Ya'ni siyosiy masalaga kelib aytsak, bu qoidani tatbiq qilgan vaqtimizda dinimizda ma ishni qilsang bo'lmaydi deydigan hujjat kelmagan bo'lsa, bu sohaga kirish, bu sohada izlanish, bu sohada boshqalarning tajribasidan foydalanib yo'l ochiq degan bo'ladi. Ham bu yerda bir muhim nuqta borki, uni har bir qarindishimiz yani diqqat qilish tegishli. Bu siyosiy sohada yoki siyosat bilan shug'ullanayotgan qarindoshlarning yaxshi niyatli bo'lishi va pok qalbli bo'lishining o'zi bilan yaxshi niyatli va pok qalbli bo'lishining o'zi bilan siyosiy harakat qilish uchun yaramaydi. Yoki siyosiy harakat qilishga kifoya qilmaydi. Bu nima degan gap deysangiz? To'g'ri, yaxshi niyatli bo'lish, pok qalbli bo'lish bu eng muhim prinsip. Musulmonning xarakteri, musulmondan talab qilinadigan bir o'lcham. Ammo bu yerda yaxshi niyatli bo'lish, pok qalbli bo'lish kimga iste'mol qilindi bo'lsa, yaxshilarga, dastlabki qarindoshlarimizga. Ammo dushman kelgan vaqtda uningga yaxshi niyatimiz bilan, davomli pok qalbimiz bilan yoki soddaligimizdan muomala qilib qo'ysa, u bizni muloqot qiladi. Balki bu yerda yaxshi niyat bilan birlikda, pok qalb bilan birlikda dunyoning siyosini tushunish, siyosiy o'yinning qanday bo'layotganligini bilish bu muhim. Xo'sh. Chunki qalbim pok, niyatim yaxshi degan buning bilan ish etman qilinmaydi. Bu muhim musulmonga nisbatan musulmonlar uchun muomala qilish, qarindoshlar uchun muomala qilish, ziyon keltirmaganlar uchun mana bu sifatlar muomala intayin muhim. Ammo afsus oramizda yaxshi niyatli bo'lmayapmiz, qisman holatda pok niyatli taq bo'lmayapmiz. Lekin dushman kelgan vaqtida nayt sezgur, nayt hushyor, nayt zirak dushmanningki planning oldini ma'nolaydigan bu yuqori saviyada bo'lmasa bu harakatni yapmag'ir bo'lmaydi. Xo'sh. Chunki bu siyosiy faoliyatlar shug'ullanayotganlar dunyo siyosatining qanday bir vaziyat ketayotganligini, o'yinning qanday o'ynayotganligini bilmay oqimaq mag'lubiyat kuchqaydi. Demak bu siyosiy harakat faqatla yaxshi niyat yoki ulug'vor prinsiplar bo'ladigan ish emas. Niyat yaxshi bo'lsa, g'oyamizda yuksak bo'lsa, yoki ulug'vor nishonni tikli bo'lsa, bu siyosat qilgan bo'lgan unday ish emas. Balki buning qarta birinchi bo'lib ong saviya. Siyosiy ong saviya, hushyorlik, yiroqni ko'rash, dushmanni manipulyatsiya qilib, uning maqsadi nerdan nergacha deb bunning uchun ko'rmasdan, balki 5 yillik qariyalaydigan, 1 yillik plan tuzalaydigan, balki uningdan yuksak plan tuzalaydigan bu xil saviyaga ega bo'lish bu siyosiy harakatning yoki siyosiy faoliyatningki bu taqozosi hisoblanadi. Xo'sh. Bu yuqorida o'tirib qo'yganimiz siyosiy harakat bilan shug'ullanadigan yoki shug'ullanmoqchi bo'lgan qarindoshlar bilish tegishli muhim nuqta deb qarayman. Ko'p rahmat. Endi ikkinchi nima kelsak bo'lganki, albatta biz bundan burun nurg'ulg'an programmalarımızda ancha-muncha temaga munosabatli bo'lganda so'zlab o'tgan bo'ldik. Endi shu har bir rahbar bo'lish yoki siyosat bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar va yoki albatta normalda har qanday bir ishga boshchi bo'lmoqchi bo'lgan kishi o'zining shu sohasida ma'rifatlik, ilm egasi bo'lishi talab qilindi. Endi bu siyosatdek butun bir millatningki oqibatiga, millatning kelgusiga, o millatning ya qizınib yoki mag'lub bo'lishiga sababchi bo'lgan bunday cho'ng bir zil ishqa albatta islomimiz bu ma'rifatlik, ilm egasi bo'lishini shart qo'ydi dedik hamda. Buni biraz oshgan bo'lsak, ikkinchi shart. Albatta bu siyosiy yo'llarningki hamma sohada to'liq tafsili mutaxassis bo'lib ketish talab qilinmaydi. Albatta. Balki bu siyosiy sohada harakat qilayotganlardan talab qilinadigan bir qancha nuqta bor. Bunun birisi şeriat bilimlerinin asaslarını bilish yoki shariatning prinsiplarini va maqsadlarini bilish. Chunki harakatlarda, faoliyatllarda zid ish qilib sanmasligi, kimligiga zid faoliyat olib sanmasligi. Ya'ni shariat bilimlarining asosini bilish. Tafsilotini bilmasa, u mayli. Uni tadrijiy o'rganib olsin. Ammo eng muhimi asoslarini bilish. Shuning bilan birlikda davrning muhim bilimlarini bilish kerak.
Mesela bugün kunlikda shar'iy bilimdan sir davrga munosabatlik muhim palla qaysi siyosat qilish uchun siyosiy bilim, diplomatiya aloqasi, idora boshqarish, istixborot dunyosi qandoq bo'ladi, bugungi siyosiy faoliyatlar qandoq elib borilayotganga o'xshash bu sohalarda asos nuqtalarni bilish bu intayin muhim. Shuning bilan birlikda her davrdagi mutafakkirlarning qaysi sohadagi mutafakkir bo'lsin, qaysi eldagi, qaysi dunyoda mutafakkir bo'lsin, bularning ish harakatlarini kuzatib, bularning ish harakatlarini tadqiq qilib, dinimizdagi prinsiplariga va maqsadlarga zid kelmaydigan ilg'or fikrlar bo'lgan bo'lsa, ya'ni xulosaga islom ideyasiga zid kelmaydigan ilg'or fikrlar bo'lgan bo'lsa, uningdan foydalangan vaqtida ening kaynidan millatimizga yarasha, kimligimizga yarasha yoki davrimizga yarasha siyosiy harakat xaritasini sizib chiqargan bo'ldi. Ya'ni bu yerda siyosiy harakat xaritasini o'tirib qo'ymay turib siyosiy faoliyat bog'lanmaydi. Endi bu siyosiy harakat xaritasini tuzib chiqish uchun nima lozim? Birisi dinimizning asos bilimlarini bilish, ikkinchisi davrimizdagi muhim bo'lgan siyosiy bilimlarni bilish, uchinchisi dunyodagi mutafakkirlarning islom ideyasiga zid kelmaydigan fikrlardan foydalanish. Mushu 3 narsani yig'inchoqlagan vaqtida yoki o'zini mujassamlashtirgan vaqtida ening kendin siyosiy harakat ideyasi yoki siyosiy harakat ideologiyasi yoki siyosiy harakat xaritasini shakllantirib endin yo'lga chiqqan bo'ladi. Shuningdek bu yerda siyosiy faoliyat qilayotgan yoki siyosiy harakat qilayotgan qarindoshlarni talab qilgan ish bu shariatningki yoki shariatning bir butunligini yoki islomning bir butunligini tushunish muhim. Ya'ni butun yuqori deganimizda butun tafsilot tarmoqlarini tushunish muhim emas ularga nisbatan. Ular muhim bo'lgani islomning bir dunyoviy din ekanligi. Islomning insonning hayotini isloh qilish uchun tug'ilgandan tortib oxir qadar har qaysi sohada, har qaysi maydondagi bir yo'l yo'riq dagicha ko'rsatmaga iqtidor ega ekanligi bilish. Ya'ni buni islomni bir butun tushunish. Mandashil aytgan vaqtida siyosiy maydonda islomning ko'rsatmasining bor ekanligi, siyosiy qimmat qarash ekanligini bilish bu intayin muhim. Ya'ni siyosiy harakat qilayotgan qarindoshlar islomni bir butun tushunish, aniq bir nishon belgilashga muhtoj. İslamni bir butun tushunishdir, bir nishon bo'lsin. Nima uchun harakat qiladi? Nima uchun siyosiy faoliyat qiladi? Bir g'oya bo'lsin. G'oya bo'lgan vaqtda butun yo'linish, butun kuch shuning qarapman. Ening kanidan bu qarindoshlar qisqa muddatlik yoki o'rta muddatlik yoki uzun muddatlik deb ataladi strategik bu plan tuzish iqtidorini o'z yetildirish lozim. Bugun jahonmanda bo'lib deb ketavergan olmaydi. Ati o'zgardi, o'g'in o'zgardi. Ba'zi masalalar siz o'zgarayotgan bilan, ammo davlatlarning siyosati necha yil ilgari o'tirib qo'yilgan strategik plan doirasini alqamaydi. Ya'ni shuni cho'gilgan asosda o'ylin. Ya'ni tarmoq masalalari jiq o'zgardi. Ammo asli masala, asli strategik masala bu davomli ko'rsatkich xaritaning o'rnida turadi. Chunki buni bilishga muhtoj. Shundan bilan harakat bosqichlarini belgilashga muhtoj. Masalan, bu yil mandaq bir ish qilamiz. 2-yilga bo'lgancha ma'qul saviyaga ko'tarilishini nishon qilamiz. 5 yilga bo'lgan vaqtda ma'qul saviyaga yetishni maqsad qilamiz degan bu bosqich bo'lish lozim. Shunga bu siyosiy sohada shug'ullanayotgan yoki faoliyat qilayotgan qarindoshlar siyosiy harakat qilish bilan birlikda har kuni o'zining iqtidorini, o'zining saviyasini, o'zining ilmini oshirish lozim. Har kuni nechibat narsalarni, har kuni qanchalagan bir maqolalarni yoki yozmalarni o'qib, o'zining iqtidorini oshirish lozim. Chunki davr taraqqiy qilyapti, siyosatning vositalari taqimi taraqqiy qilyapti, siyosiy o'yin taqimi turli bo'ladi. Unda bo'lganchada bu ilmiy qobiliyat yuksalmay turib, dunyo saviyasida bu vatan mustaqilligidan iborat bir cho'ng bir harakatni yapmangish unda osonga tushmaydi. Shuning bilan birlikda bu qarindoshlar vositalar haqida aniq tushunchaga ega bo'lishi muhim. Ya'ni vositalar haqida biz yuqorida dedik, dinimizning prinsiplari va maqsadlari zid kelmaydigan boshqa millatlarning tajribasidan foydalansak bo'ladi. Endi mush boshqa millatlarning tajribasidan foydalanishda u vositadan qaysi bizga uyg'un keldi, qaysi uyg'un kelmaydi. Ya'ni qaysi halol, qaysi harom xulosalgan vaqtida. Bu narsaga ega bo'lish lozim. Biz vositalarga ketaverimizsa, ertaga hammani yo'qtidi, kimligini yo'qtidi, o'zini unutib
Xo'sh. yo'qitib qo'yadigan bunday ahvol chiqadi. O'zining kimligini yo'qotgan bu harakat natija qozonolmaydi. Oxiri chiqolmaydi. Oxirida millatni xarob qilib, vayron qilib, o'zining kimligidan ayirib, butunlay cho'kitib tashlaydi. Bunga intayin diqqat qilish lozim bu nuqtaga. Shuning bilan birlikda sharoitni tasavvur qilish iqtidoriga ega bo'lish lozim. Sharoit qanday ketyotidi, reallik qanday ketyotidi, bizning o'ttirib qo'ygan nazariyalarimiz ya qilayotgan faoliyatimiz sharoitga uyg'un emasmi? Deydigan bu masalalardan foydalanishga muhtoj. Bu masala siyosiy arboblarda, siyosiy harakat egallarida va faoliyat qilmoqchi bo'lganlarda bo'lish tegishlik ham bo'lmagan bo'lsa o'zlashtirish tegishlik muhim nuqtalardan iborat. Endi yani buningdan boshqa bu siyosiy harakatlar shug'ullanayotgan qarindoshlar siyosiy mahorat yetilish lozim. Yani siyaset nima degan gap qisqartgan vaqtida san'atdan iborat, mahoratdan iborat deb tanishtirdi ba'zilar. Demek bir yerde siyaset mahareti, siyaset iktidar bo'lmasa bir odamda ilm ma'rifat bo'lsa-mu, yuqorqi narsalarni bilsin, ammo mahorat bo'lmasa o'zining rolini joriy qildirolmaydi. Shu bu yerda ilm ma'rifat bilan birlikda tajriba lozim. Bu mahorat, bu san'at qanday qo'lga kirilsa, tajriba bilan qo'lga keladi. Amaliy mushu faoliyatga qatnashish orqali, shug'ullanish orqali bu qo'lga keladigan bir masala. Shundan ham bu tahlil qilish iqtidoriga ega bo'lish lozim. Chunki dushman taraf yoki biz ko'ngil bildirgan taraf bir masala o'tirgan, nimani maqsad qilyapti? Boshqalar maqola yozgan bo'lsa, jurnallarda buni chiqargan bo'lsa, buningdan nimani ishorat beryapti degan bu masalalarda tahlil qilish iqtidorini yetildirish lozim. Endi bu shaxslar siyosiy harakatini uzilib qolmay, to'xtab qolmay rivojlantirish uchun iqtisodiyatdan o'zini ta'min etish masalasini hal qilish lozim. Bu bek muhim nuqta. Bu davomli xayriy ihson bilan ma'maydi bu siyosiy harakat. Uning ustiga millatimizning siyosiy ong saviyasi to'van. Odatda bu siyosiy faoliyat qatnashmagan, millatning bunchalar cho'ng bir kurash maydoniga o'zininki kuchi bilan, vaqti bilan, aqli bilan, fikri bilan qatnashmagan qarindoshlarningki biz qilamisak boshqalar qilib deb qo'llashi lozim. Ammo millatimizningki ong saviyasi to'van bo'lg'achqa bu saviyaga kelgan vaqtida tuzuk taqi hozirgacha qo'llash ahvoli menimcha yetarli emas. Ammo hozir yetarli deb qarag'im olmaydi. Chunki bu masala 2 yillik, 3 yillik, 5 yillik to'xtaydigan masala emas. Bu cho'ng bir g'oya uchun ketayotgan, shariatning maqsadlarini ishga oshiramiz deyotgan, bir millatni qutqizamiz deyotgan, bir vatanni ozod qilamiz deyotgan bir harakat bo'lgan ekan, buningki oqsab ta'minoti jonli bo'lish lozim. Bunun birinci bo'lib bu masalani hal qilishning yo'li mushu sohadagi siyosiy arboblarningki o'zlari va atrofida siyosiy harakat a'zo bo'lganlar birinchi bo'lib badal to'lash lozim. Az bo'lsin, jiq bo'lsin. Oylik holatda o'zining iqtisodini ta'min qilgandek bir badalni chiqarish lozim. Bir kunlik yoki ba'zi mehmondorchiliklardan voz kechish lozim. Ba'zida oladigan jiddiy bo'lmagan masalalardan, masalan, kiyim-kechakdan voz kechish lozim. İkinci olarak bu millet özünün işi olgan iken, bu özünün mesuliyeti olgan iken bir yer bedel töleş öğreniş lazım. Bunu palanı teşkilat kılmamdı, palanı akılla kılmamdı. O nemi bilen kılıdı, o nemi bilen bağdırdı işine. Mesela İstiklal'ga okşay bir merkezde 5-6 demiştiğimiz onun maaşını kandak idare kıldı. Bu kompüterleri konap kalsa, üskülleri konap kalsa onu kandak aldı. Mesela Diganga o'xshash bu masalalarda millat o'zining mas'uliyatini to'lash lozim. Ya'ni men bu sohaga chiqamabman. Bu sohaga tijoratim bilan chiqamabman. Bu sohaga hozir chiqmay deb turibman. Yoki bu sohaga chiqishda bir ensirash bo'libdi. Unda men qilmoqchi bo'lgan ishni boshqalar kifoya sutida bo'lsin qilgan ekan, unda bo'lganda men iqtisodiy jihatdan has qo'shay deydigan bu ongni har bir qarindoshimiz, har bir Uyg'ur, har bir Sharq Turkistonlik bu iymonli mas'uliyat, axloqiy mas'uliyatni buni yetildiradigan masala. Biz boshqalarga tayinishga ilgari har birimiz buni o'zining yonchiqligiga tayinish bilan bu masalani hal qilish lozim. Bo'lsa buning doirasini kengaytirib, tijorat markazlarini ochish orqali yoki savdo markazlari yoki zavod fabrikalarda bu harakatni oqsab ta'minot bo'lgan vaqtida bu ish endi taxmi jonlanadi. Taxmi aktivlashadi. Agar bu iqtisod ta'minoti ojiz bo'lgan harakat bo'lib qolsa, bu uzun qolmay to'xtab qoladi. Shuning bilan birlikda bu siyosiy arbob yoki siyosiy qilayotganlar qiyiqsiz. Ba'zilar men o'qigan kitob bu bo'lishi mumkin. Ba'zilar mening o'qigan kasbim bu deyishi mumkin.
Ba'zanlar palani professor yoki palani faylasuf mandaq deb deyishdi. Ammo psixikasini qabul qilsa, millatning psixikasi siz o'tirib qo'ygan bu fikrni qabul qiladi, qabul qilmaydi. Millatning kimligi uyg'unmi yo uyg'un emasmi? Siz tokkadan chiqib chiqqan bilan necha million xalqning psixikasi uyg'un uyg'un emasmi? Buni o'ylanish lozim. Shuning bilan millatning ong saviyasi nada ketyapti? Siyosiy harakat, siyosiy tashkilot o'tirib qo'yayotgan nazariya qaysi saviyada, millatning ong saviyasi qaysi nazariya, buni bilish lozim. Buni bilgan vaqtida endi kishilarga uyg'un keladigan, munosib keladigan ya kishilar bir harakatlanish shakllantiradigan fikrlarni endin qo'ya oladi. Bu kishilarning psixikasi bilan aloqasi bo'lmasa, kishilarning ong saviyasi narsa uni bo'lmasa, og'zim keldi deb yuksak so'zlarni o'tirib qo'ygan bilan yoki yo'g'on shuarlarni to'lgan bilan bu amaliyotda jashdan kichikib qoladi bu masala. Shundan bu sadiq qarindoshlar yuqori deganimizdek dunyo siyosatining yo'linishini kuzatish lozim. Chunki bizning masalamizni olib aytsak, dunyodagi nurg'unlagan davlatlarning siyosati bilan zanjirsiz bog'lanib ketaylik uzundan tortib. Ikkinchi dunyo urushidagi Yalta shartnomasini tortib, bu jiq masalalar, jiq davlatlarning siyosiy bog'lanib ketadi. Unda bugungi davlatlarning yo'linishi nerdan ketyapti? Biz qaysi davlatniki yo'linishdan foydalana olamiz, qaysi davlatniki yo'linish bizga ta'sir ketyapti? Bu masalalarni bilish lozim. Ba'zida darhol inkos verish to'g'ri keladi, ba'zida inkosni kechiktirish to'g'ri keladi. Ammo yo'linish qayon ketsin, bu qanday yo'l tutib menish, bu masalalarni tushunish muhim deb qarayman. Xo'sh. Yani bu noktada ahirda bir eskerdigan nokta, bir jamiyatda bir o'zgarish bo'lmayotidi, taraqqiyot bo'lmayotidi, canlılık bir faaliyet bo'lmayotidi deyishimiz mumkin. Qaqishimiz mumkin masalan. Bir jamiyatda canlılık faaliyet elib berish uchun yoki bir o'zgartish harakat elib berish uchun dastlab nima lozim? Oqartish harakatiga tayinish lozim. Ideyani isloh qilish lozim. Ong saviyani yuqori ko'tarish lozim. Odamda ong saviya o'ng'shalgan vaqtida, yuksalgan vaqtida yoki xato fikrlar yoki o'lik fikrlar, jonliq fikrga aylangan vaqtida bu odam harakatchan bir ruhga aylanadi. U vaqtida harakatchan aylanadi. Odamning fikri o'ng'shalmasa, 3 yil ilgariki fikr aynan tursa, dalil pok bo'lmagan masala taraqqiy qilish kerak, fikr taraqqiy qiladi. Oqarmasa, u vaqtda bu harakat 3 yilning oldidagi saviya bilan harakat qildi yani. Ama 3 yildan keyin dunyoning saviyasi qarta, o'zining siyosiy nazariyasi qarta, o'zining siyosiy ideologiyasi qarta bir o'zgarish, taraqqiyot olib bora olsa, u vaqtida o'zdimi, a'zolardimi o'zgarish andi shakllandi. Chunki aql harakati shakllanmay turib yoki fikr harakati shakllanmay turib bir jamiyatda uyg'unish harakatini tasavvur qila olmaydi. Masalan, Abduxoliq Uyg'urni olib aytsa, jiq masalalarni o'tirib qo'ydi. Xalqni uyg'onish uchun she'r yozdi, kitob yozdi. Ammo xalqning ong saviyasi to'van bo'lg'achqa u odamning degan gaplarini hazm qila olmay tashlab etdi. Uning ahamiyat bermadi. Bu bir misol. Demak, qaysi bir jamiyatda jaliyat elib berish lozim deb qaralsa, yoki uyg'unish harakati shakllantirilsa, birinchi qilib ideyani isloh qilish lozim. İdeyani azat qilish lozim. Bu motorning o'rnidagi narsa bu ideya. Yo'lning xaritasi. Ya'ni siyosiy faoliyat nima asosan odamda bir ideya tiklangan vaqtida, bir ideologiya asosi selingan vaqtida endi siyosiy harakat, siyosiy faoliyat shakllanadi. Bu ideyada o'zgarish bo'lmasa, ideya taraqqiyot bo'lmasa, bu uyg'unish harakati ba'zilarda bor, ba'zilarda yo'q, ba'zilarda jonliq, ba'zilarda ojiz holat shakllanib qoladi. Shuna bir anglaq ve sağlam fikirlik adamlarni shakllantirmay turib, elib borgan siyosiy harakatlar yoki siyosiy faoliyatlar bu natijalik bo'lmaydi. Buning natijasi yaxshi chiqmay qoladi. Xo'sh. So'ng ishning bashi ideya harakati, oqartish harakati, fikrni isloh qilish harakatiga alohida ahamiyat berish to'g'ri keladi. Ko'p rahmat. Nihoyat güzel, qisqa bir shaklda necha o'nlagan turli narsalarni tilg'ab o'tdilar. Hakikaten bir-biridan so'ril bo'lgan masalalar. Yuqorida so'zlarda bir tilg'anib qisqalab o'tib ketdim shu amaliy sharoit, mavjud sharoitni tanqisashni bilish, amaliyotni bilish masalasi. Albatta bu intayin muhim bir tema. Hatta yuqorida so'zlab o'tilgan har birisiga ayrim-ayrim tema qilsaqmi arziydigan darajadagi keng masalalar.
bir siyasetçi, bir siyasiyon yoki bir rahbar mavjud sharoitdagi, mavjud ahvoldagi, reallikdagi bu tangponlikni yoki sharoitni qanday shaklda yaxshi dangsaydi, buni qisqa bir shaklda tilga bersak. Siyaset degan nima desa, qisqa tushunganlik vaqtida foydani qo'lga keltirish, ziyonni oldini olish. Bu siyaset. Siyaset deganimiz real sharoit bilan chiqishib turib, amaliy sharoit asosida foyda manfaatni qo'lga keltirish va mumkin qadar ziyonni azaytishdir. Bu siyaset. Xo'sh. Bunaqa necha kitob yozilgan narsa gapning xulosasi. Ya'ni amaliy bo'lgan yoki biz yashayotgan mush jamiyatda, bugungi jamiyatda qanday qilib foyda manfaatni qo'lga keltira olamiz, ziyonni oldini ola olamiz yoki ziyonni yo'qota olamiz. Siyaset degan gap ash. Shuna siyosiyonlar siyasetni qanday qilib bor desa, amaliy sharoit asosida olib bor. Belki ba'zilar uzun mezgil siyaset shug'ullangan bo'lishi mumkin. Belki ba'zilar kitob o'qish orqali ma'lum bir saviyaga yetgan bo'lishi mumkin. Ma'lum ba'zilar bir tashkilot, iqlim ya jamoat shakllantirgan bo'lishi mumkin. Ammo uni o'ttirib qo'ymoqchi bo'lgan masala bugun sharoitdan qanday foydalanish va o'zi kelayotgan qanday saqlanib bilmay qolib qolsa, bu siyosatda shug'ullanmaydi. Buni o'rnak olishning hojati yo'q. Yani siyaset mevcut bo'lgan siyasi vaziyatdan chiqishib turib, yani voz kechmagan asas prinsipdan, shundan bilan moslashib turib, shundan qanday foydalanish va o'zi qildigan ziyonni qanday saqlash, buni siyosat deymiz. Agar siyosiy arboblar yoki siyosiy faoliyatchi qarindoshlar siyosiy sharoitni yoki vaziyatni xato dushmanni dot o'zini nayt zirak, nayt aqlliq chaqlab, manda hukm kelib qolsa, mag'lub bo'ladi. Bu harakatda, siyosiy harakatda o'zimizda qanday o'ylaylik, u bir masala, ammo dushman davomli diqqat nazari bilan, e'tibor nazari bilan qarashlar. Masalan, Xitoyni olib aytsak, reallikmi reallik. Bugun iqtisod saviyasi, siyosiy saviyasi, islom dunyosi qanday qo'ldirib aldayotganligidan iborat bir amaliy reallik bor. Shunday bo'lsa-mu, uningga bir og'iz so'z bilan baho berish bu siyosiy nazariya yoki siyosiy sharoit nuqtasidan to'g'ri kelmaydi. Chunki bu yerda dushmanni dot o'zimizni bak zirak chaqlab qolmaydi. Chunki dushmanning qadamidan ilgari bir qadam olsak, u vaqt zirak chaqmaydi. Ammo bizdan ilgari qadam olayotgan bo'lsa, yoki ba'zi siyosiy faoliyatlarimizda oldin to'sal paydo qilayotgan bo'lsa, u vaqtda o'zimizni taraqqiy qildirishga, o'zimizdan zehnimizni aytishga, o'zimiz qayta savol qo'yishga to'g'ri keldi. Xo'sh. Shuningdek, ya'ni siyosiy harakat qilayotgan qarindoshlar o'z ichidagi boshqa tashkilot, boshqa qarindoshlar, bu sog'lom tashkilotlar maqsad bu yer. Bu soxtpaz, biznes bilmaydigan, xalqni aldaydigan, kazzab bu ishki yuzlamacha, burungi vaqtlarda ishki yuzlamacha munofiq deb atildi islom davri. Endi hozir u bu shaklda atilgan bo'lib qoldi. Bular yo'q bu meniki degan gapimda. Shundaqlab bu siyosiy faoliyat bilan shug'ullanayotgan qarindoshlar boshqa fikrdagi yoki boshqa yo'linish qarindoshlar tamamen xato ketyapti. O'zini birdan-bir to'g'ri ketyapti yoki o'zini birdan-bir durust ish qilyapti deb qarab qolsa, yana mag'lub bo'ldi bu. Hepsi aramızda bu xil illat mavjudmi? Mavjud. Bu siyosiy harakatning xaritasi millat bir butun e'tirof qilgandek holatda taxriban o'tirib qo'yilgan yo'q. Hepsi ba'zi bir tashkilotlar birdan-bir to'g'ri o'zini birdan-bir to'g'ri ish qilayotgan, boshqa tashkilotlar ish qilmayotgan yoki tuzuk harakat qilmayotgan yoki xato yo'l ketayotgan bunday bir hukm berib qo'yayotgan ahvol mavjud. Ma'qul, ba'zilar xato ketdi deydi. Ammo shu birdan-bir to'g'ri ish qilyapmiz deydigan qarindoshlarningki o'ttirga tashlagan nazariyasi, tushanchalari, nadindagicha yo'l xaritasi nima? Sizlar nima ish qildinglar? Biz necha vaqtingizni siyosiy arbob bo'lish yoki siyosiy maydondagi shaxslar, faoliyatchilar orqali bir narsalar jamiyat qanchalik desa, uning ta'siri mizonda oz chiqib qoladi.
Şuna bir yerde siyasetninki mutlak köp kısmı ijtihatga tabidir. Tekrar bu mesele. Şer'i hüccet kelgandan başka cık mesele ijtihatga tabi mesele. Özgürlükni taraqqiy qilish uchun qabul qilgan masala. Endi bu yer siyosiy qimmat qarashlari, siyosiy prinsip aniq bir belgilansa, buningdan boshqa masalalarda o'zgaradigan har xil usullarni qo'llansak, uningda masala yo'q. Asosiy prinsip tayinib turib. Ama afsuski ba'zi qarindoshlar o'zini birdan bir to'g'ri ish qilayotgan boshqa atrofidagi tashkilotlarni, garchi uning ijobiy taraflari, to'g'ri taraflari bo'lsa-mu, fikr kelishmaslik bilan yoki ba'zi bir munosabatning yaxshi bo'lmasligi bilan chetga qo'yadigan, tamoman xato deb qaraydigan bu xil illat ko'pincha siyosiy arboblarda yoki siyosiy tashkilotlarning ba'zida bor. Bundan saqlanish lozim. Xo'sh. Shunga siyosiy qarindoshlarimiz o'zlarini hammadan afzal ulug'vor kishilar deb o'zini va boshqalarni oldiz bo'lmaydi. Balkim ba'zi sohada o'zining tajribasi bordir. Balkim ba'zi sohada o'zining iqtidori bor. Alloh taxmi iqtidorini oshirib bersin, muvaffaqiyat ato qilsin. Bu shu odamning qo'li bilan bizning vatanimiz ozod bo'lib, insonlar erkin nafas oladigan olib kelsin. Kim bo'lish ketmaz. Lekin har birimiz o'zini birdan bir ulug' shaxs bu kishi bo'lmay qolib qolsa, bu siyosiy harakat butunlay o'ladi, butunlay tugaydi hamda tugashdi degan o'xshash bu xil tushuncha kelib o'zini ulug' sanab boshqalarni to'g'an ko'rishga urinish, bu o'zini to'g'ri o'lchanmaganlikni ko'rsatadi. Chunki siyosiy maydon hamma bir kuni kimning qanchalik odam ekanligi, kimning qanchalik siyosiy iqtidorining bağlılık köstük koy. Bu reallik mesela Allah. İspatlayın. Çünkü bazı teşkilatlı kurular bir iş kişiliği karsak, yakımı yok, karısı mı yok? Siyasi meydan hüküne kimnin kançılık adam ikenligi, kimnin kançılık bir umutçının bağ ikenligi, kançılık iktidarının bağ ikenligi millet köstü hemen bir gün. Şu bir yet ki birlik kılışının hacisi yok. Öz ara birbiri çoğunçuluk kılışının hacisi yok. Çünkü bu İslam'daki eğer çeklengen illetler. Biz özara qarindosh. Mushu halqimizning beshidagi dab alamlarni qas tashkilot ko'tarsin. Alloh shuni dunyo oxirat rozi bo'lib kelsin. Bu xil tuyg'u bilan ish qilish lozim. Men qilmoqchi edim, shu uchun men qilolmadim. Buni paloni qarindoshimiz, paloni tashkilot qildi. Shular nisb bo'lib, Alloh taqim ular nusrat bersin degan. Bu xil qarindosh ro'y bilan muomala qilsak, bu ishlar taqim yaxshi mangan bo'ladi. Şuna bir yerde meyle bu siyasi erbaplar ya siyasi qarindoshlar, siyasi teşkilatlar özü bilen bolsun ya başkalar bilen bo'lgan muomala bolsun, milish sharoitni bir dansab ish qilish ruhini o'zi yetildirishga muhtoj deb qarayman. Ko'p rahmat. Endi shu hammadan ko'p aniqsizliklarning birisi bo'lsa kerak hamda navbatdagi masala. Şu mayda teşkilatlar olsun, şu rehberlerinki, ya teşkilatlarninki xalqqa ko'rsatgan umumiy bir yo'l xaritasi, rasmiy mana bir nizomining bo'lmasligi, xalqqa men ma'ni qilman deb o'tirib qo'yolmasligi, maqsadlarning aniq bo'lmasligi, ig'izdan nurg'un cho'ng gaplar bor, ammo lekin xalq o'qiydi desa yoki ko'raydi desa aniq bir shaklda bo'lmasligi biz albatta ilgirki suhbatlarimizda bir qancha qatim degan bo'ldik bu masalani. Siyosiy harakatda shu maqsadni aniq bo'lishi deganda nimani ko'zda tutmoqchi? Shu bir ozroq ochqamsak. Siyosiy harakatlarda bu musulmon millatning g'amini yeyotgan bo'lganki bo'ladi. Dastlab esida obdan tutish lozim buni. Bu milletning dini qanday qaraydi, qanday muomala qiladi? Milletning kimligiga qanday qaraydi? İjtimoiy masala va siyosiy masala qanday qaraydi aniq bekitish lozim. Bularning ko'z qarashi aniq ifodalash lozim. Millatni olsinmaydi. Sen kimdan deydirin millatning? Uyg'ur. Uyg'ur kim musulmon bir millat. Buniki e'tiqodi va buning qimmat qarashi va buning dunyo qarashi va buning o'ziga xos madaniyati bor. Unda o'g'an vaqtida bu shaxsininki bu siyosiy arbob shaxsning jamiyat tarafidan e'tibor qilinishi, jamiyat tarafidan taqimni qo'llanishi, jamiyat tarafidan taqimni yuqori ko'tarilishi bu millatniki dini qarta, kimligi qarta, ijtimoiy hayoti qarta, siyosiy hayoti qarta
o'zimizning aniq belgilishi lozim. Aniq bekitish lozim. Bu intayin muhim. Chunki siyosiy harakatning maqsadlari aniq bo'lmasa. Harakat qilyapti. Maqsadning nimasi aniq emas. Maqsad aniq bo'lmay qolib qolsa, u vaqt nima ish bersa, g'oya bilan vosita aralashib ketadi. G'oya mi kelsa, vosita deb turib oldi, vosita mi kelsa, g'oya deb turib oldi. Ba'zi bir tashkilotlar va g'oyasi aniq emas. Shu ba'zi gap so'z va bularniki. Nimish gap so'z bo'lsa, g'oyani aniq o'tirib qo'yadi. Ba'zilarda ko'nglimizni bilsak bo'lmaydi. Voy ko'nglimizni siz bilsangiz bo'ladi to'g'ri. Ammo sizni siyosiy maydonga chiqqan bir arbob bo'lsangiz, siyosiy tashkilotning ismini qo'llangan bo'lsangiz, dushmaningizning nomini jinoyatchi deb tamg'urlagan shaxs bo'lsangiz, ham nishoningizni bir echib olsangiz, uni ayblanadigan bir yeri bor. Haq bilsin, qaysi yo'lni ketyapsiz, qaysi nishonda ketyapsiz, ideyangiz nima, falsafangiz nima, buni bilsin. Hozir ko'ngilda qolsin deydigan ya tugdi bu masalaninki. Chunki bir odam siyosiy maydonga chiqqandan keyin men Xitoy bilan cho'qim tutishiman. Mush millatninki erkinligi, vatanning erkinligi uchun cho'qim janim, melim, butun nima pida degan bo'l. Ham ko'nglimda qoldi desa, boshqalar bu odamning ko'nglida nima botini ufqinimsa. Shunga bu yerda ba'zi bir gap so'zlarning chiqib qolishi mana musir. Shunga ko'nglimizda bor ba'zi narsalar va siyosiy harakat sir u o'z joyida qolib. Ammo nishon g'oya, maqsad nima? Boshqalar bu tashkilot bir a'zo bo'laydi dedi. Men mushlar qo'shilib ish qilaydi. Lekin tabiiylar so'raydi. Bularning maqsadi nima edi? Nishon nima edi? Agar maqsudlar nishoni aniq bo'lsa, kirdigan bo'lsa, kirmaydigan bo'lsa, kirmaydi. Bu millatni sog'lom yo'linishga apmanishdanki yoki harakatni xatolashmaslikning muhim emas. Chunki ba'zi bir harakatlar bizning nishonimiz ma'u deb chiqarganlar bir necha kundan keyin xato yo'lga kirib qolsa, burilib ketsa, millat sen saqtipaz kelsa, yolg'onchi kelsa, o'zining degan gaping to'maydi kelsa deb bu xato yo'ldan chekinishga, xato yo'lga yerinishga foydasi bo'ladi. Agar bu nishon aniq bekitilmay qolib qolsa, bu ishlar tartibsizlashadi. Eksi imkoslar yuqorida men degan o'sha ko'paydi gap so'zlar. İmkaniyet zayi bo'lib ketadi. Ba'zi bir imkoniyatlar unaga ketib, bunaga ketib, hamiz qarshi millat uchun ish qilaman deydi. Birisi bir odam bilan, birisi ikki odam bilan, birisi uning bilan, birisi kunlik yangi ismlar bilan bu millatning imkoniyatini parchalaydi. Agar ba'zilarda nishon aniq bo'lsa, g'oya aniq bo'lsa, magnatga o'xshash mush nishonlik odamlar bir yerga to'plansa, mayli iqi kelishmasin, fikri kelishmasin, bu masala hal bo'ladi. Bu yerda siyosiy xaritaning asosini birlik kelsak, milliy kimligimiz, islomiy kimligimizda birlik kelsak, bu ba'zi bir masala talash tortish ilgari biz salloh to'xtalganda cho'ng masala emas. Chunki ixtilof yuz berdi, talashib turamiz, ba'zi masalalar ko'z qarash bir xil bo'lsin. Ammo qarindoshligimiz buzilmasin, do'stligimiz buzilmasin, musulmon qarindoshligimiz buzilmasin, milliy qarindoshligimiz buzilmasin. Biz hech bo'lmagancha uningga bir havu deyish beramisak, lekin uning putini tatib oldigan, kendining gap topadigan, yuzini tushirgan ishni qilmaydi. Eng oddiy bir musulmondachilik, uyg'urchilik, sharq turkistonchilik qaysi nuqtadan olib aytsak, bu bir oddiy bir mas'uliyatdir. Shunga siyosiy harakatning siyosiy faoliyatlarini yoki siyosiy harakatlarni nishon maqsadlariga bog'lab harakat qilishi siyosiy harakatning kimligini ro'shanlashtiradi. Siyosiy harakat kim bo'lishidan qat'iy nazar, siyosiy faoliyatlarni nishoning bog'lasa, qanday bir ish qilsin, ilmiy ish olsin, ijtimoiy ish olsin, ijtimoiy yordam ishi olsin yoki boshqa bir faoliyat olsin, buni nishon maqsadiga bog'lasa, bu vaqtda bu siyosiy harakatning kimligi ro'shanlash. Boshqalar kim ekanini ma'lum ekan deb to'laydi buni. Xo'sh. U biroz suzuklashadi bu ishlarning. Faoliyatchanligi taxmin oshadi. Chunki kimligi aniq buni. Hamda bu yerda nishon aniq bo'lsa, vositalarni g'oyaga bog'lab ish qiladigan, har bir ishni maqsadga bog'lab ish qiladigan, sabab bilan natijaga bog'lab ish qiladigan bu xil isl fazilat yoki bu xil isl xislat bu kishilarda yetishga boshlaydi degan. Shunga bu yerda siyosiy harakat qaysi bir sabab uchun qurilgan bo'lsa, ya qaysi bir tashkilot deb aytsa, qaysi bir maqsad uchun qurilgan bo'lsa, buni bir aniq ifodalashi, aniq buni tushuntirishi, o'zini aniq bilishi nima ish qilganligi, atrofidagi odamlarga buni yodiltishi lazım. Masalan, bugungi tafsilot hamiz o'qib ketmadim. Ba'zi bir tashkilotlarni misolga olsak, nopozliq. Bu sizlarga a'zo bo'laylik. Lekin sizlar kim sizlar? Nima ish qilgan odam sizlar? Sizlarning fikringlar nima? Ideologiyanglar nima? Nishoning nima? Buni men bir bilgim bor desa, buni og'zaki bilishga to'g'ri keladi. Oldiga berishga to'g'ri keladi.
Qışığa işğalsın beriş doğru ki. Ama xalqamızda muş olup boladı kelcima. Bundan nişanı eniqken, gayesi eniqken, tutqa yola İslam'a uygunken, aşkın memesken, pasif ebganımızken oturhal yol tuttu. Muş olulan bir mağay dese, bunun mavu bana bizden tutqa yolumuz. Kalsanız kardeşimiz olursanız, kalsanız bağrımız basımız, billa yol tutuş mağayla deydiğen bu haritini oturga çıkış intayın mühim. Eğer bulmay qalsa, bop qalsa, men bilmay qalgan bolsam, özür, bulmay qalsa bu narsani oturga her bir teşkilat özünün nişanını, maksatlarını, yani digini olduğun, xalqqa açqın olduğun bu narsalarni oturga taşısan. Biz bazı narsalarni yuşuğan bilen kimde yuşuramazsa xalqimizdan qarindosh yuşuramiz. Ammo Xitoyda yuşuramazligimiz mumkin bazı narsalar. Yani bazı narsalar var sıralet qaldigan, onu xalqim bilmeslik kerak, başqalar bilmez. O ayrı mesele. Ama Xitoy bildiğin meselelerni bazı xalqimizni yushurib, özümizga imzaksab aldaydigan bu xil illatdan qutuldigan vaqt keldi deb qarayman. Xo'sh. Ko'p rahmat, programmamizning oxiriga kelib qoldik. Endi shu har qanday bir siyosiy harakat qiluvchi qutulolmaydigan bundan hammamiz bilamiz. Mayli siyosiy sohadagilar bo'lsin yoki olimlar bo'lsin degandek ish qilib bir manfaatli bir ish qilayotganlar davomli holatda shu ish qiluvchilarningki ustiga har xil toshlar etiladigan gapkan. Mayli dushman tarafdan bo'lsin, zarbilar bu narsa davomli kelib turdi ekan hamda. Shu siyosiy yo'llar, shu rahbarlar vaziyatning murakkabligidan mayli dushman tarafdan bo'lsin yoki ichki tashqi shundoq zarbilardan qo'rqmaydigan bo'lishi kerak degan bir temamiz bor. Bunu biraz açgan bo'lsak. Siyasi hareketning qiyin bo'lganligi va uning har turli to'sqinlarga uchrab turganligi shak yo'q. Buni har bir qarindoshimiz bilishi lozim. Buni burun mendami bo'lgan, balkim ba'zi qarindoshlardan bo'lgan bo'lishi mumkin. Sharq Turkistonliklar yoki Uyg'urlar chet elga chiqib faoliyat qilayotgani 50-yilda hisoblansa hozir 70 yil bo'ldi chet elda faoliyat qilayotgani. Turli sebepler değil mesela. Aslında bir ahvallar, gap sözler bo'lgan. Çünkü bizga ideya birligi, nishon birligi, harakat birligi bo'lmaganlik uchun ayrim guruhlar, ayrim tashkilotlar, ayrim iqlimlar ovib ketgan bo'lg'achqa, nishon birligi bo'lmay, bugungacha bu faoliyatlarimizdagi bu saviyaga kelib to'xtashi shu sababdan. Endi alhamdulillah bugun ham dunyoviy saviyaga yetishi bu birinchi bo'lib Allohning fazli, ikkinchi bo'lib tashkilotlarning kuchi. Herkesin tashkilotlarning birinchi kuchi yo'q buningda. Bugünkü dünyavi seviyeye yetiştim. Şuna qarindoshlarimiz deydiğimiz ki umum qarindoshlarımızga siyasi faaliyetin yoki siyasi hareketinin qiyin bo'lganligi ve onun her türlü to'salg'ularga uchrab turganligi shak yo'q. Çünkü bu siyasetin karakteri shu. Siyasetin karakteri qiyin bo'ladi, mushaqqat bo'ladi, jafoliq bo'ladi, murakkab bo'ladi. Buni xalqimiz bilishi lozim. Ba'zida modallik qilib bu mamdo deyish mumkin. Teşkilat bir işte mandalan bir talepsini koz bolap gitti deyiş mümkün. Bazen de onu kıpır ve sıvınmamda deyiş mümkün. Bunda asanmaydı. Belki oğlu kıygandı, belki oğlu urnu pakkandı, lekin netice çıkmagan. Çünkü başka devletinin zemine durup iş kılıvatkan bu oğaçka, başka devletinin özünün menfaatini oylap siyaset yolu koyduğun bu oğaçka, bazı işler zırak cevap çıkıyordu, bazı işler cevap çıkmayın, yok yapıyordu. Umuman qilib aytganchada bu siyasetning xarakteri murakkab bo'ladi, qiyin bo'ladi. Shunda bo'lishiga qaramay, ya'ni bu siyosiy faoliyatning qiyin, murakkab bo'lishiga qaramay, qobiliyatli siyosatchilar bo'lib qolsa, vaziyatning murakkabligini aniq tushunmaydi. Qobiliyatli siyosatchi yoki qobiliyatli siyosiy shaxslar vaziyatning murakkabligini bani qilmaydi. Çünkü bu karakteri şu yukarı degenimizde. Siyasetten karakteri murakkabdır. Bunlar bizge okşar. Çünkü uzun zaman müstemleke gelen karakter ruhuna işbari bildirilmekten kendinin ideal görüşü çıkılmaktan bu siyasetten murakkab oluşu bence o tabii işler. Çünkü bu siyaset karakter. Siyasetine murakkab bu. Lekin qalsa ve murakkab. Bu dünyada bu
olmaydi, özgürlüğümüz. Ama biz, neslimiz, bizden gayemiz, bizden tutmamız gereken, biz ta can bergen kadar kuchimiz yetken yetiş, fettakullaha mestata'tum. Degan bu qoida hukm bo'yicha oxirigacha bu yo'lni epmaymiz, to'xtatmaymiz. Endi bu siyosiy harakatning qiyin bo'lishining sababi nima deb to'xtalgan vaqtimizda deymizki, qarindoshlarga, siyosiy harakatning qiyin bo'lishining sababi uning foyda bilan ziyonni asos qilganligi. Siyosiy harakat ikki narsa asosiy chiqadi. Birisi prinsip, yana birisi foyda manfaat. Bu ikki narsa bir-biridan ayrilanmaydi. Balkim keyin aytishimiz mumkin bu masalani. Xo'sh. Siyosat birisi siyosiy prinsip, aning kaydi foyda manfaat. Bu usti qurildi. Bu ikkisi bir-biridan ayrilmaydi. Manfaatdan ayrim siyosat, siyosatdan ayrim undaq manfaat olmaydi. Endi bu siyasetninki foyda manfaatni asos qilganligi va foyda manfaat qarta o'zgarib turganlik sababdan bu siyosat chunki. Masalan, bir davlat bilan munosabatni yaqinlashtirib, yaxshilab bir yerga kelsak, g'achchini o'zgarsa, murakkablashadi. Masalan, Amerikani misolga olaylik. Lekin butun ish Amerikaga bog'lanmaydi. Mush millatning o'zi qachon dast to'g'ab, bizning ishimiz shu vaqtda o'xshaydi. Chunki boshqa millatlar o'zining manfaati uchun bizni ba'zi manglaydi, ba'zi to'xtatadi. Ammo biz to'xtamaydigan kishi, mangdigan kishi deb qaranaveradigan odam shu masalaninki egillari. Endi bu siyosiy harakat foyda manfaat qarta o'zgarib turdi. Lekin prinsip asos. Foyda manfaat keldi, prinsipdan voz kechmaymiz. Ba'zilar bugun kunlikda afsuski o'zining aqidamizni voz kechsak mayli, foydasi shunday. Siyosatni bilgan bo'lsa, siyosat ilmini tushungan bo'lsa, buni demaydi. İdeya sağlam bo'lsa, mush millatga vakillik qilib gap qilyapman. Mush millatning foydasi uchun gap qilyapman deganimiz ogamni demaydi. Aqidamdan voz kechsam mayli dedi. Shunday tashviqot bo'layotgan bir qism noahlilar yo'q emas bor. Bu siyosiy manfaat deganimiz prinsipga zid kelmaydigan, kimligimizga zid kelmaydigan bu manfaat, bu andin haqiqiy manfaat bo'ldi. Biz buni birinchi temada haqiqiy manfaat nada bo'lib qolsa, tashabbus qilindi, shariat deb qaraladi, din deb qaraladi, dinimiz shuni buyuradi. Siyosat degan shu deb birinchi temada to'xtaldik. Xo'sh. Chunki dinimiz qarasak, shar'iy siyosatning maqsadi emas, insonlarning manfaatini qo'lga keltirish va ziyonning oldini olish deb izohlanadi. Islomdagi siyosat nima esa, insonlarga foyda manfaat yetkazib berish va ziyonning oldini olish. Bu islomdagi siyosat falsafasi. Unda bo'lgancha bir musulmon siyosatchi, bir musulmon faoliyatchi bir gapni degan vaqtida, bir harakatni qilgan vaqtida men millatning kimligiga xoinlik qilib o'tandiman yoki xoinlik buni o'ylab baqish kerak. Og'zimda gap bor deb, qalamda qalam bor deb da'vaga bilan ertaga daftarda Zagrobning qatorida yozilishi mumkin bu odamlar. Masalan, buna bir misol olsak, Hazrat Umar qurg'oqchilik yuz bergan yili sharviychilarninki yoki dehqonlarning zakotlarini kechiktirish buyurgan ekan. Bu siyosat. Bu deganlik zakotni amaldan qoldirib o'tganlik emas. Zakot iqtisodiy ma'lum nisbat yetgan odamlarga yoki dehqon bo'lsa, uning qo'yqonlar ma'lum nisbat yetgan bo'lsa, zakot uning farz. Shunday turug'liq qurg'oqchilik yuz bergan vaqtida u odamlar qiyinchilik bo'lgan ekan, zakot oladigan vaqtni kechiktiringlar deb davlatdan farmon tushirdi. Bu siyosat. Demak, bu yerda hozir darhol zakotni yig'ish foydalikmi yoki bu qiyinchilik qolgan odamlarga ma'lum muhlat berib o'zini bir tuzitib olgan yig'ish foydalikmi? Bu ikki manfaatni selishtirish, buni siyosat deymiz. Xo'sh. Shundoqlam Hazrat Umar ahli kitobning ayollari bilan qiz ayollar to'y qilish cheklagan ekan. Ya'ni ahli kitobning maqsad Yahudi yoki Xristian. Bizning dinimizda ismi Xristian, ismi Yahudi emas, balki haqiqiy Xristian yoki haqiqiy o'zining e'tiqodiga sodiq bo'lgan ayol bo'lib qolsa, nikohlar durust deydigan bir qoida bor. Hukm bor. Hazrat Umar buni amaldan qoldirgan dedi vaqt. Ya'ni butun amaldan qoldirib o'tmaylik. Chunki bu dinimizda bir aniq qoida. Ammo vaqtli siyosiy nuqtadan, siyosiy e'tibordan buni cheklagan ekan. Buni siyosat deymiz. Garchi bu ishda
Yani gerçi bu ehl kitobni ayol to'y qilib durust bo'lsa-mu, gerçi ba'zi bir %1% odamlarga bir foyda yetkazgan bo'lsa-mu, ammo ko'p sonlik odamlarga ziyon yetkazgan bo'lganda, ya'ni musulmonlar jamiyatida ayollarning tulluq nisbatini yoki to'y qilinmas nisbatini oshiradigan bo'lishqa bu cheklimani yo'l qo'ygan. Demak, bu siyosat ba'zi mubah bo'lgan ishlarning oldini olish, ba'zi to'xtatib turishni taqozo qiladi. Buni siyosat deymiz. Shunga bu siyosetninki foyda bilan manfaatni ko'zlab olganligi. Endi ishki foyda bo'lgan bo'lsa, ishki foydadan kichikroqini qo'yib turib, cho'ng foydani asos qilganligi. Ishki ziyonga duch kelgan bo'lsa, oldin ishki xatar duch kelgan bo'lsa, cho'ng xatardan qutulish uchun kichik xatar tavakkul qilganligini buni bilmagan odam bu siyosatchi bo'laolmaydi. Hem shunaqlab siyosiy prinsiplarda yuzaki bir manfaatni deb siyosiy prinsip mustahkam turadigan, siyosiy prinsiplar voz kechgan bunday odamlarmi uzun qolmaydi, bularmi tez mag'lub bo'ladi. Xo'sh. Demak, biz kelsak, qobiliyatlik siyosiy arboblar yoki qobiliyatlik siyosatchilar murakkab siyosiy vaziyatdan yo'l tepib chiqqanlar. Biz bugun shu vaziyatda. Dushmanimiz kundan kuniga kuchaymoqda. Ammo mushundan murakkab vaziyatda, ya'ni bo'shib ketsak bo'lmaydi. Umidsizlansak bo'lmaydi, e'tiqodimiz zid keladi. Xo'sh. Ojizlashib ketsak yoki o'rinlashib ketsak, ya o'zimiz tashlab etsak, musulmonligimizga yarashmaydi. Shu bugungi mush kundami, ya'ni yo'l tepish urinish lazım. İzlanish lazım. Chiqish yo'li haqida tadqiqot olib berish lazım. Tadqiqot markazini ko'plab buni ishga solish lazım. Xo'sh. Hem bu siyasi erbablar, yani kabiliyet siyasi erbablar, siyasetten murakkabligidan ensirmeydi. Hem siyasetniki her xil ushtumtut o'zgarishidan hayron qolmaydi. Çünkü bularning xarakteri siyaset davomli murakkab bo'ladi. Davomli mushaqqat bo'ldi. Siyaset ushtumtut o'zgarib turdi degan bu narsa kallasida. Mesela ba'zi bir misollarni olib aytsak, davlatning ismini demaydi, davlat raisining. Bugün birisi bilan do'st bo'lsa, ati dushman bo'lib qolgan, tunigan dushman bo'lgan, bugün do'st qaylinib qolgan, bu ahvolni bu chat yashayotgan har bir qarindosh buni his qila oladi. Bu siyosetmuş. Muşning orsidan yo'l tepib, ba imkoniyatchi harakat qilasiz endi siyosatchi. Ba imkoniyatdan yo'l chiqara olsa, az bo'lsa-mu manfaatni qo'lga keltirish, hech bo'lmagancha manfaat qo'lga keltirmagan taqdirda bundan keyin keladigan ziyonning oldini olsa, bu qobiliyatli siyosatchi hisoblanadi. Chunki ular siyosatchilar siyosat deganning murakkabligini ve foyda manfaat qarab o'zgarib turadiganligini bilganligi uchun shunga siyosatda siyosatni o'zgarishi bo'lib qolsa, uchtum tutloq his qilmaydi ularda. Shuningdek yana qobiliyat siyosatchi bo'lib qolsa, vaziyatdan murakkabligiga shikoyat qilmaydi. Emni sharoit ta'sirlashib ketdi, endi siyosiy faoliyat tugadi, hammadan uxlab qoldi, endi yo'l chiqmadi deb buni shikoyat qilmaydi. Ya'ni qandoq qilgan vaqtida taxmi yo'l topa olamiz deganda taxmi izin. Bu yerda aqlini ishlatadi. Yani siyasi erbablarınki birinci kuch ularning aqlidir. Kalimadan ilgari aqlida, qo'lida quroli bo'lganmiz, uningda ilgari aqldir. Bu aql ishlasa endin yo'l chiqadi. Balki bu siyasi erbablar vaziyatga, o'zining qilayotgan harakat uslubiga va planlar qaytadan qarab chiqib, usul vositalarni taraqqiy qildi. Endi bugun ish qilamidi, vaziyat bizning manfaatimiz kamidi, ta'tirga mang'yotdi, qanday qilsak ular endi bu siyosat tashlab o'taydi Belki vaziyat qayta nazar yürgüzdü. Özünün hərəkət usulunun toğru qilgan, xata qilganlığı qayta bir nazar yürgüzdü. Özünün planlarını qayta bir tekşirib çıxdı. Usul vasitələrini tərəqqi qıldır dəvrə gəlsə. Endi yol bir yerdən çıxır. Demek bir yerde siyasi erbabı toxtamay oxuş lazım, toxtamay kurslar qatnaş lazım, toxtamay yani özünə yitildiriş lazım. Bu intayın mühim bularning yol etişi. Şuna siyasi sahədəki yoki siyasi meydandakı insanlar vaziyatning o'zgarishi kutib yotmaydi. Bu muhim nuqtamiz. Ba'zan deyish mumkin. Biz ham de apparatni qurib qo'ydik, vatan ozod o'z g'achcha chiriblan hukumatni qurib ishimizni qilamiz. Bu siyosatchi emasmi? Ya'ni tayyor hayya bo'lgan bu haqiqiy qobiliyat siyosatchi emas. Haqiqiy siyosatchi har qanday bir ig'ir vaziyatda kuchining yechishi harakat qilgan buni qobiliyat siyosatchi deymiz. Voz kechmagan, prinsipda voz kechmagan. Ziyon tasimi o'zidan nishonda voz kechmagan bu qobiliyat siyosatchi. Bu vaziyat o'zgarsa uni qilamiz, buni kutib yotmaydi. Balki vaziyatni o'zgartirish uchun,
murakkab vaziyatni yaxshilash uchun, ig'ir vaziyatni yaxshilash uchun bu harakat qiladi. Strategik agar qila olsa, planlarni tuzish orqali kuchini yetish harakat qiladi. Buni qobiliyat siyosatchi deymiz. Demak, bu gapimizni xulosalgan vaqtimizda qarindoshlarimiz bu siyosiy ishning qiyin bo'lganligini, buning ta'sir bo'lganligini, biz o'ylaganga o'xshash unda oddiylan bo'lib ketmaydiganligini, biz o'ylagandek bir ovoz, bir imzo bilan u ham bu ham bo'lib ketmaydiganligini, buni xalqimiz qarni tunib yetish lozim. Ham ba'zida bu siyosiy vaziyat ishida bo'lganlar yoki siyosiy vaziyatning siyosiy sharoit ichida bo'lganlarniki tez kun kechirayotganligini, ularning tarafdan bir besim kuch qilayotganligini, ba'zida ishlarninki qasddan dushman istixborot tarafidan, chet el davlatlarining istixboroti tarafidan, ya'ni boshqa bir taraflardan bir besimning kildiganligini buni faraz qilish lozim. Va balki ba'zi siyosiy kishilar hamma narsa deyolmasi mumkin. Chunki sharoit to'g'ri kelmaganlik, ba'zi uyg'un kelmaganlik. Ammo siyosat haqiqatan murakkab. Buningga dushman istixborot davomli qo'l soladi. Buni birinchi bo'lib unutib qo'ying. Ikkinchi bo'lib chet eldagi davlatlarning istixborotimi ba'zida bundan xoli emas. Chunki ularning o'zining manfaat yuzlandirish uchun faoliyat olib borganligini bunimi nazardan saqit qilish bo'lmaydi. Uchinchi bo'lib bizga o'xshash bir ideya kirsak duch kelayotgan bir millatniki o'zaro bir-birisiga to'salg'i paydo qilish, birini yo'lashning o'rniga uni tushirishga urinish, o'zini badoq solib, o'zining qahramon ekanligi, o'zining siyosiy arbob ekanligini isbotlashga urinayotgan bir qism tayini yo'q, yo bir qism savodsiz, yo bir qism insofsiz odamlarningki boy ekanligini buni unutmaslik kerak deb qarayman. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Hakikaten gayet güzel bir tema to'xtaldik bugün inşallah. Hakikaten osmon zamin ko'tirish ig'ir kelib inson qabul qilgan shunday mas'uliyati intayin zo'r bo'lgan, qiyin bo'lgan dunyo va oxiratdagi mas'uliyati faqat dunyoda ham qolib tugab ketmaydigan, ham oxiratdagi ham cho'ng, ham dunyoda ham agarda vabo bo'lsa ig'ir bir vabo keladigan, shunday bir cho'nqur intayin ig'ir bir vazifa albatta millatning ustidagi, millatning oldida yo'l boshi bo'lmayotgan bu kishilarimizningki mayli olimlar bo'lsin, mayli siyosatchilar bo'lsin. Bularning diqqat qilish tegishli ishlari kuchimizning yetgancha bu bir soatlik vaqtimizda qisqartib tafsiliy holatda tushuntirishga tirishdik. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz hurmatli ustozlar bu bayon qilib bergan qimmatli ma'lumot uchun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, Rabbim inshaalloh Allah ömür berse aldığımızdaki sonda ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Rabbimiz programının 5'i degandek her birimizni mayli boshqaruvchilar bo'lsin yoki boshqariluvchilar bo'lsin, albatta har qanday bir jamiyatda bu ikki mayli kim xolisun xolimusun nurg'un insonlar va bilgan shu bilganki ko'z oldida ko'rayotgan shu siyosatning ichidagi qalaymaqonchiliklar birdan o'zgarib, birdan atiganda qarasa boshqa, oqshomda qarasa boshqa bir narsadan bugunki bu dunyodagi vaziyatni ko'rib zerikib ketadi inson ba'zida. Shuni qildib hech qanday ishga aralashmay quliqini yupurib olib yugusim kelib qoldi ba'zida. Ammo shu narsa aniq bo'lsinki, bugungi dunyoda shu eng egiz tog'ning cho'qqisiga chiqib olsangizmi, inson bo'lib yashash uchun bo'lgan yo boshqaruvchi bo'lasiz, yo boshqariluvchi bo'lasiz yani. Cho'qim yoki siyosatning uchun tutib menayotgan siz o'zingizni ergashmoqchi bo'lgan insonni saylovchi bo'lib xalq bo'lasiz yoki bosh to'laysiz, qaysi davlatda yashasak yani. Yoki shu xalqqa, shu millatga manfaat yetkazadigan o'ringa kelib qobiliyatingiz bo'lsa, ilmingiz bo'lsa, yuqorida so'zlanganga asosan u millatni yetaklab, millat uchun foydali shu zamon, shu sharoit, mayli qaysi zamonda yashaylik, shu vaqtning sharoitiga ko'ra atrofidagi o'zining millati, xalqiga qo'lidan kelishi yaxshi ishlarni qilib berish uchun, ularning ahvolini yaxshilash uchun harakat qilish maqomiga yetasiz. Yoki bo'lmasa boshqariluvchi bo'lib, hech qanday ishga aralashmasangiz, o'zingiz yaxshi rahbarni tiklayolmasak, biz bu sohaga kirmasak qanday bo'ladi degan vaqtida zulm qildiganlar, u bizlarga rahim qilmaydiganlar ustimizga chiqib dastlabmadi. U vaqtida siz qashqan, burun qashqan, aralashmayman degan narsangiz oqmaydi. Dastlab turib bütün zulmlarni ijro qildi. Bugun dunyoning ahvolini shuni ko'ryapmiz-ku.
Şuna çokum Müslümanlar her cihetten akıllık buluşu, sirek buluşu, çokum rehberlerini tunup yetişi gerek dep. Qarayman inşallah bu basiretini Rabbim ata kılsın. Aldığımız gepti görüşüşe aman boğayslar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.